Agar bemor o'zini ichidagi kasallik nima sababdan kelib chiqdi degan savolga javob topib, o'sha sababini u bartaraf qilsa, o'sha kuniyoq soppa-sog' bo'lib, ertasi kuni bemalol ishga ketaverishi mumkin. Unga hech qanaqa vrach, dori darmonni, hech qanaqa diagnostika markazi keragi bo'lmay qoladi. Siz nima uchun uyqusizlikka mubtalo bo'lib qoldingiz? Siz nima uchun quloq shang'illashiga mubtalo bo'lib qoldingiz? Siz nima uchun qon bosimi o'ynash kasalligiga, siz nima uchun vahima kasallikka, yurak o'ynashga, nevroz kasalligiga, siz nima uchun buqoq kasallikka, siz nima uchun oshqozon ichak tizimi kasallikka mubtalo bo'ldingiz? Siz nima uchun og'ir yuk ko'tarmasangiz ham grija kasali sizda paydo bo'lib qoldi? Nima uchun o'zidan o'zi qo'l oyoqlari og'riydigan, o'shakkan holat sizda paydo bo'lib qoldi? Shuni sababini bilasizmi desam, bilmasam, doktor anor narsadan deyapti, qoningiz quyuq deyapti-ku degan gaplarni aytishadi, o'zlari ham bilishmaydi. Shunaqa bemorlar bizga kelishganda biz ular bilan birgalikda o'sha kasalliklarni kelib chiqqan sababini o'zlari bilan birgalikda topib, uni bartaraf qilganimizdan keyin tez orada ular soppa-sog' bo'lib, mazza qilib, o'ynab kulib uylariga ketishyapti. Agar siz ham qandaydir kasallikdan sog'ayishni xohlasangiz, pastda smatri deyishadigan tugmacha bor. Shuni bosingda sog'ayib ketgan odamlarni ko'ring. Keyin siz ham navbatdagi kursimizga kelib qatnashib, sog'ayganingizda ko'ring. Ma'lumot uchun mana bu telefon raqamga qo'ng'iroq qiling.